Assalomu alaykum hurmatli klientlar. Mana hayitning ikkinchi kuni mana ishlarni boshlab oldik. Mana Xudoga shukr. Mana xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaveramiz. Torimiz seplena, barcha xizmatlari. Aldanib qolmanglar. Mana kunimiz mana kech kiryapti. Mana Xudo xolasa ish tugatib jaralanamiz. Xudo xolasa shu yerda mashinamiz qoldi. Mana ishlar tugatib olsak, yana ertadan ishni boshlaymiz Xudo xolasa. Yolg'on yashirin gaplarga ishonmanglar. Ishni puxta qilib ishni yurgizinglar. Imkon qadar sizga maslahatim. Mana Xudo xolasa ishlarimiz o'rnini olibdi. Mana to'g'rimiz seplena, mana hamma mashinamiz. Mana hayitning ikkinchi kuni mana kech kirdi Xudo xolasa. Svetga qo'l ishlayapti akalar. Xudo xolasa mana ishlarimiz tugab qolyapti. Ozgina qoldi. Ertadan Xudo xolasa yana ish faoliyatimizni boshlaymiz. Xizmatdamiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqadamiz akalar. Ishni puxta qilinglar. Ish Xudo xolasa yaxshi bo'laveradi akalar. Aksiya qildim, bonus qildim demasdan ishni yurgizish kerak akalar. Yolg'on yashirinlashtirmanglar.